Telefonda Shorts videoni qanday qilib YouTube ga yuklash kerak? YouTube dasturi orqalimi, Tvorskaya studiyadanmi yoki brauzer orqali? Shorts videoga to'g'ri nom qo'yish, preview tanlash, to'g'ri tag va opisaniya kiritish. Bularni barchasini hozir o'rganib olasiz. Qani ketdik. Xo'sh do'stlar, bizga ikkita dastur kerak bo'ladi. Birinchisi YouTube va ikkinchisi Tvorskaya studiya, ya'ni YouTube Studio dasturi. Birinchi bo'lib biz video yuklash uchun YouTube dasturiga kiramiz. Va pastdan plus tugmasiga bosamiz. Bu yerdan chapdagi to'rt burchakka bosamiz va do'stlar, galereyamizdan kerakli videoni tanlaymiz. Mana men videoni tayyor qilib qo'yganman. Gotovga bosamiz. Bu yerdan strelkaga bosamiz va yana daliyaga bosamiz. Chunki bizning videomiz tayyor, hech qanaqa montaj qilish kerak emas. Xo'p do'stlar, men nimaga Shorts videoni telefondan yuklayman? Sababi do'stlar, telefondan Shorts video yuklaganda biz Shortsga obloshka qo'ysak bo'ladi. Bu uchun mana bu yerdagi qalamchaga bosamiz va bu yerdan o'zimizga mos bo'lgan kadrni tanlab olamiz. Misol uchun men videoni boshidagi kadrni tanlayman, shuni o'zi yetarli. Va do'stlar, bu yerga biz Shorts uchun nom yozishimiz kerak. Shorts videoga nomni maksimum 3 ta 4 ta so'zdan iborat qilgan yaxshi. Chunki unaqa ham uzun so'z yozishni men maslahat bermayman. Xo'p, bizni videomiz kimning muxlislari ko'p, ya'ni Teo Timurnimi yoki Senatornimi degan video bo'lgani uchun men Teo Timur vs Senator deb yozaman nomiga. Mana yozdim, qanaqadir olovni belgisini ham qo'yib qo'yamiz. Va nomi tayyor. Nomga hech qanaqa hashtag men qo'ymayman do'stlar. Agar xohlasanglar qo'yishinglar mumkin. Lekin tavsiya qilmayman. Va do'stlar, bu yerdan dastur degan joyga kiramiz va bu yerda do'stlar e'tiborli bo'lish kerak. Agarda siz videongizga, ya'ni Shorts videongizga tag va opisaniya yozadigan bo'lsangiz, buni dastur ссылка qilib qo'yganingiz yaxshi. Chunki dastur ссылка qilgandan keyin video ochiq bo'lmaydi va Tvorskaya studiyaga o'tib, bunga opisaniya va tag yozishingiz mumkin bo'ladi. Men esa hech qanaqa tag va opisaniya yozmayman, chunki bular bir tiyinga qimmat, ya'ni hech qanaqa foyda olib kelmaydi. Shuning uchun men odatda открытный dastur qilib videoni chiqarib yuboraman. Lekin do'stlar, sizlarga o'rgatish uchun men albatta dastur ссылкаga qo'yaman. Xo'p, orqaga qaytamiz. Местоположение umuman kerak emas. Auditoriyaga kiramiz. Auditoriyadan video не для детей tanlaymiz va pastdagini net video подходит тем, кому нет 18 letni tanlaymiz. Xuddi shunday tarzda turadi do'stlar. Orqaga qaytamiz va bu yerdan video